malikiga nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Malik emas, bu nima qilsizlar? O qo'ymayman dedim senga o'tgan safar ham. Yana shu hujjatni olib kelyapsan. Quruq emas-ku. Ataganimiz bor. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rarsan. Men senga yo'l dedim-ku. Pora berib yutgan ish aslida mag'lubiyatning eng sharmandali ko'rinishidir. Ichki ishlar organi xodimi tomonidan pora taklif qilish jinoyatga sabab bo'ladi deb bir necha bor ogohlantirilishiga qaramay, ayrim fuqarolar pora bersam suvdan quruq chiqaman deb kalta o'ylagani sabab o'zlarining mushkulini yanada og'irlashtirib, natijada tanganing ikkinchi tomonini ko'ra olishmayapti. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi safida xizmat faoliyatini olib borayotgan yo'l patrul xizmati guruh komandiri Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilgan. Xodim o'z bildirgisida uning qo'li ostidagi xodimiga pora taklif qilinayotganligini bayon etgan. Xususan, Andijon tumanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektor tomonidan 1998-yilda tug'ilgan fuqaro avtomashinani mast holatda boshqarayotganligi aniqlangan bo'lib, unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Biroq mast haydovchi to'plangan hujjatlarni sudga olib chiqmasdan, uning foydasiga yopib, avtomashinani jarima maydonidan chiqarib berish evaziga 300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qilgan. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida 1998-yilda tug'ilgan fuqaro yo'l patrul xizmati guruh komandirining xizmatxonasida 300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yuqorida keltirilgan holatda pora bergan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Nima masala edi o'zi? Shu aka ishga kirmoqchiman, qo'riqlashga topshirib qo'yganman dokumentlarni. Shunga yordam qilsangiz. Mani kakros tanishlarim bor o'tdi. 2000 bo'ladi-da. Bo'ldi 2000 dema. Ertaga ko'rishamiz, men sizga telefon qilaman. Xo'p. Navbatdagi holat ham Andijon viloyatida sodir bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasiga kelib tushgan tezkor ma'lumotga ko'ra, 1992-yilda tug'ilgan fuqaro o'rtagashlik vazifasini bajarib, ichki ishlar organlaridagi yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali ichki ishlar organiga ishga olib kirib qo'yish evaziga murojaatchidan 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora sifatida talab qilgan. Tezkor tadbir davomida nomzodni ishga kiritishni va'da qilgan va oldi-berdining bosh ishtirokchisi Xo'jobod tumani qo'riqlash bo'limining sobiq xodimi sodir bo'layotgan ishlarning noqonuniyligini bila turib, o'rtagashdan nomzodning hujjatlari va 1800 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilar tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olinadi. Osongina 200 AQSh dollarini o'zlashtirish ilinjida yurgan o'rtakash firibgarlikka qo'l urganligini tushunib yetganida afsuski kech bo'lgandi. Aziz yurtdoshlar, unutmang, poraxo'rlik va pora olish, berishda vositachilik qilish jamiyat uchun ijtimoiy xavfi yuqori va og'ir oqibatlarga olib keluvchi jinoyatlar toifasiga kiradi. Holat yuzasidan 1992-yilda tug'ilgan fuqaro va Xo'jaobod tumani qo'riqlash bo'limining sobiq xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasining tegishli qismlari hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 3174 raqamlariga xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.